Assalomu alaykum do'kon egalari. Mening ismim Erkinjon va men bugun sizlarga do'konlar uchun dasturni taqdim etmoqchiman. Bu dastur offline rejimda ishlaydi, ya'ni internet kerak emas. O'zini lokal bazasi bor, ma'lumotlar saqlash uchun. Xo'sh, dasturga kirib olamiz sizlarga tanishtirish uchun. Dasturga kirib oldik. Dasturda qisqacha mazmun tezda tushuntirib o'tib ketaman. Dashbord qismi, bu yerda savdolarimizni, qarzdorliklarimizni, bonuslarimizni, ya'ni kimgadir bonus bergan bo'lsak, bonuslarimizni ko'ramiz. Hisobotlarni shu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda filtr, mana kunlar bo'yicha. Bu bosh sahifa hisoblanadi. Foydalanuvchilar, xodimlar bo'limiga o'tsak, bu yerda biz do'konga, misol uchun do'konda faqat biz ishlamaymiz, yana kimdir ishlashi mumkin. Shu sababli biz xodim qo'shishimiz mumkin. Misol uchun bitta xodim qo'shib ko'ramiz. Xodim kirish uchun login. Mana xodimimizni qo'shdik. Bu yerda tahrirlashimiz ham mumkin va bu yerda huquqlar qo'shamiz. Bu yerda huquqlar bor, ya'ni bu xodim qaysi vazifalarni bajaradi. Shularni belgilab, misol uchun foydalanuvchilarni ko'rish, ya'ni foydalanuvchilar bonuslar, tariflar qo'shish, xullas hamma bo'limlarda huquqlari bor. Bu yerda huquqlarni qo'shib erishishimiz mumkin. Va ikkinchisi xaridorlar. Bu yerda xaridorlar ham sotuvchi, ya'ni bizga tovar olib beruvchi hisobida ham kiritishimiz mumkin yoki bizga xaridor bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu yerda mana sotuvchi sifatida qo'shish. Ya'ni biz do'konimizga qaysidir mahsulot, qaysidir firma bizga mahsulotlar beradi. Misol uchun firma nomini yozamiz va telefon raqami. Shu firma telefon raqami. Bu yerda sotuvchi sifatida qo'yishim kerak. Sotuvchi sifatida firma nomini kiritdim. Bizga mahsulot olib kelib berishi ham mumkin. Faqat xaridor emas, bizga mahsulot olib kelib beruvchi sotuvchi ham bo'lishi mumkin. Bu yerda mahsulotlar bo'limi, kategoriyalar, ya'ni mahsulotlarimiz kategoriyalari, sut mahsulotlari, sabzavotlar, mevalar, kolbasalar, xohlagancha kategoriya kiritishimiz mumkin. Bu yerda mahsulotlar. Biz mahsulotlarni kiritishimiz mumkin va taqiqlashimiz mumkin. Bu yerda bir donadan mahsulot kiritish qiyin bo'ladi, albatta. Buni fayl orqali ham kiritsak bo'ladi, ya'ni Excel fayl. Bu yerda Excel fayl bor, mahsulotlar degan. Shuni yuklab olib, shu yerda yana qo'shimcha mahsulotlarni qo'shib, bu yerdan Excel orqali yuklashni bossak, mahsulotlar tezda yuklashimiz mumkin. Ya'ni 3000 tami, 2000 tami, 100 ming tami farqi yo'q, tezdagina qo'shiladi. Biz bittadan qo'shib o'tirmaymiz. Bu yerda tezkor mahsulotlar, hozir bu yerga tezkor mahsulotlar qo'shamiz. Mahsulot nomini misol uchun saqlash. Tezkor mahsulotlar, buni hozir ko'rib o'tamiz. Tezkor mahsulotlar qayerda ishlashini ko'rsatib o'taman. Bonus tariflari. Bonus tariflar nima degani? Bu misol uchun xaridorlarga beradigan cashbackimiz. Ya'ni qanchadir summa xarid qilsa biz cashback berishimiz mumkin. Bu albatta ixtiyoriy, biz o'zimiz xohishimiz. Lekin shu agar cashback beradigan bo'lsak, xaridor bizni do'konimizga bog'lanadi. Sababi cashbacklar yig'ilib oxir oqibat yana bizga xarid qilgani, shu cashbackni ishlatgani
do'konimizga keladi. Bu esa savdo hajmini oshirishga yordam beradi. Bu yerda misol uchun 50 minggacha 3% cashback, ya'ni 50 ming so'm xarid amalga oshirsa biz maksimalni 1,5 ming so'm, bu yerda eng yuqorisini yozib qo'yilgan 1,5 ming so'm. Uning ichida misol 50 mingdan yuqori bo'lsa, misol uchun 80 ming, 90 ming bo'lsa, deb adashib ketdim. 50 minggacha 3% bo'ladi. 10 mingdan 50 minggacha 2%, 50 mingdan oshig'iga 3% etib belgilanadi. 10 mingdan oshsa 2% bo'ladi. Shundan cashback berishimiz mumkin bo'ladi. Omborlar, bu yerda mahsulot kirim chiqim qilishimiz mumkin. Mahsulotlarni kirim qilish, mahsulotlarni qaytarish, ya'ni kirim qilish, mana firma nomi, yodingizda bo'lsa, boshida kiritdik. Firma nomini tanlaymiz. Firma nomi va firmaning mahsulotlari. Misol uchun, mana shu mahsulotlarni bizga olib keladi. Sonini kiritamiz, nechtadan olib kelyapti. Va saqlashni bosamiz. Yo'q. Mana bu yerda saqlashni bosamiz. Mana mahsulotlar kirim qilindi. Xuddi shunday mahsulotlarni sotilmay qolsa firmaga qaytarishimiz ham mumkin. Ya'ni mahsulotni qaytarishda firma nomini tanlaymiz va yana xuddi shunday mahsulotlarni o'sha firma nomiga qaytarishimiz mumkin. Mahsulotlarni spisat rasxod qilish, ya'ni mahsulotlar aynib qolishi bor, sinib ketishi bor, shu yoki boshqa o'zimizni aybimiz bilan bo'ladigan mahsulotlarni dasturdan chiqarishimiz kerak. Shuning uchun mahsulotlarni rasxod qilamiz. Bu yerda firma nomini tanlashimiz shart emas. Bu yerga o'zimizni yozib qo'yishimiz mumkin, chunki do'konga o'zimizdan mahsulot olib kirishimiz mumkin. Shuning uchun o'zimizni yozib qo'yamiz. Bu yerda ombor, mahsulot qoldiqlari, mahsulotlar qoldig'i, ya'ni qaysi mahsulotimizda qancha bor. Bu minusga kirganlari kirim qilinmasdan sotilib ketgan mahsulotlar. Dokumentlar. Bu yerda mana kirim qilganimiz, sotilgan, rasxod qilgan hamma divizeniyalar ko'rsatib turiladi. Bugunni ko'rishimiz mumkin, kechani ko'rishimiz mumkin, oxirgi 7 kunni ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday filtrlab bu yerda qidirishimiz ham mumkin, misol uchun. Bu yerda hammasi admin bo'lgani uchun filtrda qidirilmadi. Kalendar. Endi mahsulotlar harakati. Bu yerda qaysi mahsulotlar kirgan, qaysi mahsulotlar sotilgan, shularni ko'rib turishimiz mumkin va easily yuklab olishimiz ham mumkin. Qarzdorlik va bonuslar. Bitta mijoz 2 kun, bir kun bo'pti bu yerda. Bir kunda 2 marta nasiyaga narsa olib ketgan. Qarzdorligini ko'rishimiz mumkin. Bonuslarni ham shu yerda ko'ra olamiz. Bu yerda esa narx chiqarish. Mahsulotlarni tanlaymiz. Va pechat qilishni bossak, bizga pechat qilishni printer tanlab pechat qila olamiz. Mana shunday. Xo'sh, endi asosiy bo'limga o'tamiz. Asosiy bo'lim bu yer, ya'ni bizda asosiy ish qiladigan joyimiz shu yer bo'ladi. Ya'ni bu yerda mahsulotlarni sotamiz. Xo'sh, birinchi o'rinda shtrix kod orqali, ya'ni dasturimizga, ya'ni kompyuterimizga xalq tilida aytganda pistolet deydi. Ya'ni shtrix kod skaner apparatlar bor. Shular ulangan bo'lsa,
shu yerda shtrixni skaner qilib ochishimiz mumkin. Hozir meni kompyuterimda yo'qligi sababli men buni ko'rsatib bera olmayman, lekin buni o'rnatganingizdan keyin albatta ishlaydi. Tezkor mahsulotlar bo'limi yuqorida ko'rib o'tganimizdek bu yerga fontani qo'shdik. Aslida bu yerga og'ir, ya'ni kassaga yetib kelish qiyin. Ya'ni kassani ustiga qo'yib bo'lmaydigan og'ir mahsulotlarni kiritib qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki mayda, kichkina mahsulotlarni ham shu yerga kiritib qo'ysak bo'ladi. Va shu yerdan o'zi aslida bu yerda kamdan kam ishlatamiz. Asosan skaner orqali otilgan mahsulotlar kiritiladi bu yerga. Bu yer qo'shimcha yordamchi qism hisoblanadi. Tezkor mahsulotlar o'chirsak, bizga hamma mahsulotlarni chiqarib beradi. Hozir bizda kamroq mahsulotlar bor, testoviy rejim bo'lgani uchun. Kategoriya bo'yicha filtrlashimiz mumkin. Misol uchun sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari. Kilosi bo'yicha, keyin o'zi mahsulotni nomi bo'yicha, misol uchun karam. Mana karam. Shunday qilib filtrlab tanlab olishimiz mumkin. Aytib o'tgandek, bu yerdan agar skaner apparatimiz bo'lmasa, shu yerdan foydalanamiz. Bu yerdan ham foydalanish juda qulay. Lekin skaner apparatni olganimizdan keyin deyarli bu yerdan foydalanmaymiz. Bu yerda skaner qilamiz. Endi mahsulotlarimizni otib oldik. Endi birinchi mijozimiz mahsulot olib keldi kassaga, lekin qaysidir biri yodidan chiqib qoldi. Qaysidir mahsulot olish kerak bo'lib qoldi va biz ikkinchi mijozga xizmat ko'rsatishimiz kerak. Ikkinchi mijozga xizmat ko'rsatishimiz uchun birinchi mijozni mahsulotlarni vaqtincha saqlab qo'yishimiz mumkin. Bu yerda bu simbolga e'tibor bermisizlar. Buni to'g'rilab qo'yiladi. Ya'ni bu yerda qanaqadir so'z bo'ladi. Mana bu yerda saqlab qo'ydik. Ko'rishimiz mumkin. Mana kassa nomer 1 va ikkinchi mijozimizga xizmat ko'rsatishni boshladik. Sonlarni kiritib chiqishimiz mumkin. Yoki ustiga bossak ham kiritaveramiz, yoki plus, minus deb bossak ham ishlaydi. Endi bu mijozimiz birinchi mijozimiz keldida, meniki kamroq edi, menikini o'tkazib yuboring deb qolish mumkin. Va biz birinchi mijozimizga o'tamiz. Bu yerda so'raydi, kassadagi mahsulotlar vaqtincha saqlansin deb so'raydi, albatta. Ikkinchi mijozimizga albatta saqlab qo'yishimiz kerak. Saqlansin bosamiz. Mana saqlandi. Kassa nomer 2 bo'lib va bizga kassa birinchi mijozimiz mahsulotlari keldi. Endi kartoshkasini olib keldi. Biz qo'shdik. Endi to'lov qilish enterni bossak. Enterni bossak ham ishlaydi. Mana yoki to'lov qilishni bosamiz. Bu yerda biz hisob-kitob qilamiz. Plastik karta orqali to'lov qilish mumkin, naqd pul orqali to'lov qilish mumkin yoki nasiya qilish mumkin. Birinchi o'rinda nasiyani ko'rib chiqaylik. Nasiyani qanaqa qiladi? Nasiya qilish uchun bizga userning ma'lumoti bazada bo'lishi kerak. Bu yerda mijozni qidirishimiz mumkin. Misol uchun yoki bu yerdan ham qidirishimiz mumkin. Plusni bossak, ism familiyasi bo'yicha qidirish. Misol uchun bizda customer degan mijoz bor. 11.000 so'm qarzi bor ekan o'zi. Bizga ko'rsatadi 11.000 so'm qarzi bor ekan. Yana qo'shib ko'rayman deyiladi. Buni 40.000 so'mda yarmini, misol uchun 20.000 ga nasiya, qolgani 10.000 ga plastik, 10.000 ga naqd pul. Shuna qilib yopishimiz kerak. Buning uchun 20.000 deb yozamiz. Va nasiyani bosamiz. Nasiyani bosganimizda izoh
yozib qo'yishingiz mumkin. Bu ixtiyoriy. Ya'ni xohlagan narsamizni yozib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda esa qachon qarzini qachon berishini nima qilishimiz mumkin. Default holatda ertaga, ya'ni ertangi kunni sanani ko'rsatib turadi. Biz buni yana surib qo'yishimiz mumkin. Ya'niki mana shu sanada bizga qarzingizni berasiz degan ma'noda 20 ming so'm nasiyaga yozildi va 20 ming so'm qoldi. Endi uni 10 mingini plastikka va 10 mingini naqdga. Mana bu yerda 0 qoldi va biz bu yerda ko'rishimiz mumkin. Qanchasi nasiya, qanchasi plastik karta, qanchasi naqd pul bo'lyapti. Kassani yopish. Bu yerda mana qo'shimcha knopkalar bor. Mishkani ishlatmasdan ham bemalol ishlatsak bo'ladi. Ya'ni enterni bosganimizda chiqib keladi. To'lovni amalga oshirishni tasdiqlaysizmi deb yana bir bor so'raydi. Enterni bossak bo'ldi. Shunday qilib bitta mijozimizga xizmat ko'rsatdik. Endi ikkinchi kassamizga, ikkinchi mijozimizga nima qilamiz? Endi mijozimizga bonus berishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda chek chiqarish bo'limini ko'rsatmayapman. Chek chiqarishni galichka bosib qo'ysak, printerdan avtomatik chek ham chiqadi. Hozir menda chek apparatim yo'qligi uchun bosganim yo'q. Xo'sh, naqd pul bo'yicha misol uchun 50 mingini plastik orqali to'ladi. 70 mingini naqd pul orqali to'ladi. Mana oddiy enter shift bilan bosib bemalol amalga oshirib. Endi biz bonus berishimiz ham mumkin. Misol uchun firma nomi degan ochaylik, qarz yo'q bo'ling. Shu yerda bosganimizda mana firma nomi, telefon raqami, shot raqami, shu nimamizga bonus bera olamiz. Kassani yopishni bosamiz. Tasdiqlash. Biz tekshiramiz ma'lumotlardan qarzdorlik va bonuslar. Mana firma nomiga bonus berdik. 3600 so'm. Ya'ni 120 ming so'mlik xaridiga 3600 so'm bonus berdik. Va o'sha firma egasi, ya'ni xaridor nima qilaylik? Xaridor keldi, o'sha xaridor yana xarid qildi. Endi bonusini qanaqa ishlatishni ko'rib o'tamiz. Mahsulotlar tanladi. Endi bonusim bor dedi. Firma nomi tanlaymiz. Yoki bu yerda faqat qidirish emas. Uni diskont raqami orqali ham qidirsak bo'ladi. Endi 18 ming so'mlik xaridi bor ekan. Firma nomini 3600 so'm, bonusi ham bor ekan. Shunga bosganimizda 3600 so'm. 3600 so'mdan ko'p summa yozolmaymiz. 3600 so'm bo'lib qolaveradi. Yoki 3000 gini ishlatmoqchiman bonusimdan desa, 3000 qo'shishni bosamiz. 15 ming bo'lib qoldi. Bu yerda 3000 diskont kartasidan yechilyapti. Qolgani naqd pul. Kassani yopish. Xo'sh, xuddi shunday bitta signalni o'chirib yoqib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda mijoz qidirishingiz mumkin. Qisqacha dasturimiz shundan iborat. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyada yozishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.